Burchakamiz bitta akalar. Bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum Zo'r bozor YouTube kanali obunachilari. Shunaqangi uyimga burchatga bostiraman deydigan aka-ukalarim, hurmatli obunachilar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Bismillah. 2025-yilda uylarga shunaqangi burchatga qilish sizlarga qanchaga tushadi? 1 kvadrati usta haqqisi qanchadan qo'yilyapti? Tayyor mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, nech puldan qilinyapti? Bugun shular haqida gaplashamiz batafsil, hurmatli obunachilar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, qani bo'lmasa biz boshladik. Assalomu alaykum, oshna, hormang. Charchamasdan. Kimsiz? Yaxshimi? Rahmat. Oshna, endi bir chekkadan ma'lumotni berib boshlasak obunachilarga. Burchatgamiz bir chekkadan ma'lumotni berib ketaverasiz, oshna. Bu xonadonga hozirda bir Общий ber kvadrati qancha bo'lyapti? Shu sahnaga kimdir nima qiladigan bo'lsa, burchatga qildiradigan bo'lsa, musofirda aka-ukalarimiz yoki cho'ydagi ko'rib turgan bizni kuzatib borayotgan obunachilar uyga burchatga qilaman degan bo'lsa, kvadrati qanchaga tushadi oshna? 1 kvadrati. bu yana bir xonadonimiz obyektimiz bitta. Bu yerda 120 kvadrat joyimizga общий hammasi summasi qo'yiladigan bo'lsa 120 ming so'mdan kvadrat metr bitishi bo'lyapti. 120 ming so'mdan bitishi. Bitishi bo'lyapti. Hozirda bu xonadonimizda 30 ga 30, ya'ni tovoq burchatgamiz bosilgan. Buni kvadrat narxi o'zini bolasi bilan bo'ladigan bo'lsa, bu holatda 50 ming so'mdan bo'ladi. Agar mana hurmatli obunachilar, 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Agarda granit qilaman degan bo'lsa, bu 52 ming 54 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar granit qilinsa 52 ming 54 ming atrofida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bunisi bilan ikkalasining qanaqa farqi bor buni? Bu misol uchun bu o'zini tarkibida burchatga qanaqa quyiladigan bo'lsa, shu holatda quyiladi. Lekin bu krama kafel bo'ladi, Xitoyniki bo'ladi. Buni kvadrat metri 12,5 dollardan beryapti hozir. Mana akalar. Krama kafel. Krama kafel. Xo'p. Buni agar uyda egasi tayyor mahsulot olib kelib beradigan bo'lsa, shu burchatga o'zingizlar ishlab chiqarasizlarmi yoki olib kelasizlarmi tayyordan? Agar o'zingizlar olib keladigan bo'lsa, deydigan bo'lsanglar, o'zimizda sexlarimiz bor, birga ishlaydigan sexlarimiz bor. Yetkazib berish ilmimiz bor. Yetkazish xizmatlari ichida. Hurmatli obunachilar, agar ustakalarimiz o'zlari sexlari bor ekan, shu birgalikda, ya'ni hamkorlikda qiladigan burchatga chiqarib beradigan aka-ukalar bilan nimasi bor ekan, hurmatli obunachilar, kelib shunaqangi burchatkalarni tayyorini olib kelib bosib bersa ham bo'lar ekan, yoki o'zingizlar borib, misol uchun burchatkasini tayyorini olib kelib beradigan bo'lsanglar, kvadrat отдельный и agar o'zingizlar olib keladigan bo'lsanglar, butishi qanchaga tushadi hozir o'zingizlar olib keladigan bo'lsanglar? Xonadondagi dastakalari bilan. Общийda summasini aytyapsiz? Общий summasi 1 kvadrati shu yerga, misol uchun shu xonadonga 1 kvadrati puli общий summasi xomchot qilinayotgan bo'lsa, 1 kvadrati qanchaga tushadi? Ya'ni sizlar olib kelasizlar materialni, nima kerak bo'lsa, metsoymi, shu metsoyda endi o'zimizdan olib kelinadi. Bu asosan mana bu burchatkani tayyor holatda, tayyor mahsulotni olib kelib, uyga o'rnatib berib, shu qatirib berishi usta puli, keyin kelib bu narsani kelishlari bilan dastavkalar bilan qanchaga tushadi 1 kvadrat? Usta puli xizmatimiz 40 ming so'mdan kvadrat metri. O'zimiz olib keladigan bo'ladigan bo'lsa 110 ming 120 ming so'm atrofida bo'ladi. O'zingizlar olib keladigan bo'lsanglar 110 ming 120 ming so'm atrofida mahsulot bilan 1 kvadrati bitishi shunaqa bo'ladi. Bitishi shunaqa holatda bo'ladi. Mana metsoylardan tashqari, metsoyda egasi olib kelib beriladi, uyda egasi. Egasi olib kelib beradi, metsoyda qolgan hamma yo'g'i ichida bo'ladigan bo'lsa, 120 ming 110 ming so'm atrofida hozirda 2025-yilda shu holatda chiqyapti. Kvadrat metri. Kvadrat metri shunaqa bo'lyapti. Bularimizga agar bularimiz отдельныйmi yo nimalari bir xilmi haligi? Yo'q. Qo'shimcha narsalari bo'lsa? Bu hozirda krama kafel alohida palasa bo'lib ajratilgan. Ajratilgan, bu qo'shimcha qo'shilgan. Bularning metri 30 ming so'mdan sotilyapti. 60 ga 60 bo'ladi. Unga 60 lik palasa qo'yilgan bu xonadonimizga. 10 ga 60 qo'yilgan. Razmeri. Agar bunaqangi ajratilmagan prostoy shaklda bo'lsa qanchaga tushadi? Prostoy shaklda bo'ladigan bo'lsa, bunaqalari siz bunaqa ajratilgan narsalar. Oddiy holatda bosiladigan bo'lsa, burchatga bitta bir xonadonimizga 1 kvadrati 80 ming 90 ming so'm atrofida tushishi mumkin. 80 ming 90 ming atrofida bo'ladi, taxminan. Albatta. Taxminan shunaqa bo'ladi. Agar yo'q, bizga shunaqangi chiroyli ajratilgan, atroflari chiroyli holatda, chiroyli fasonda bo'lsin deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, aytilgandek materiallarini shu
o'zlarini nimasidan olib keladi, zavoddan olib kelib, nima sexidan tayyor holatga olib kelib, yopishtirib o'rnatib berishi 120 ming so'mga bityapti. Qo'shimcha yana nimalar bor deysiz, bu yerda ko'raylik. Qo'shimcha chegasi qo'yiladigan bardurlari bor. Bardyorlar. Bu ham bardyorga kiradi, bu, ha? Shu bardur bo'ladi. Buni donasini 10 ming so'mdan qo'yiladi. Donasi 10 ming so'mdan qo'yiladi bu bardyorimiz. Bu palasamizni donasini shu narxda qo'yiladi. Bu ham 10 ming so'mdan bo'ladi. Bu ham 10 ming so'mdan bo'ladi donasiga. Donasiga. Bu burchatkamiz boshimizdan tashqari hisob bo'ladi-da bu. Ha, bundan tashqari. Bu betonga qo'yiladi. Bu prosta burchatkamiz metrda o'ziga qo'yilib ketiladi. Ha, bunimiz metsoyda o'ziga qo'yiladi. Bunimiz ham betonga qo'yiladi. Betonga tayyor loyi ustiga tekis holatda akalar qo'yib bitkizilar ekan. Ishlarni bir chiroyli qilib ko'rsataylik. O'z obunachilarga yana qolgan ma'lumotlar asta-sekin beraveramiz. Hurmatli obunachilar. Ishlarni ko'rsanglar bo'laveradi. Ustakalar bu yerda nimalar qilinyapti? Ularni ham ko'rsatib boramiz, xudo xolasa akalar. Общий bu uyimiz kvadrat qancha ekan sahnasi? 120 kvadrat. Shu yerga hozir mana bardyorlari, shunaqangi ajratilgan chiziqlari общий shu xonadon 120 kvadratga necha pulga bityapti? 120 ming so'm, 130 ming so'm atrofi bo'lyapti. Hozir bu palasasi kvadrati alohida hisoblangani uchun xizmatga qo'shilib qolyapti. Xizmatga qo'shilib qolyapti. Mana akalar aytilgan, qo'yilgan qirg'aga qo'yilgan bardyorlar, keyin bunaqangi ajratilgan palasalar, hurmatli obunachilar. Donasi ikkalasining ham narxi bir xilda qo'yilar ekan, o'rnatilar ekan. Bunisi ham 10 ming so'mdan o'rnatilayotgan, hurmatli obunachilar. Bu yerda nima bo'lyapti bu yerda? Xo'p, hurmatli obunachilar, endi so'raydigan ma'lumotlarimiz shundan iborat bo'ladiki, buni materiallarini kim olib kelgan? Yo o'zlari sexdan olib kelib o'rnatganmi yoki uyda egasi o'ziga yoqqanini tanlab olib keltirib tayyor qilib qo'yib berganmi? Bular tayyorini bosganmi? Shular haqida ma'lumotini berib berishga harakat qilamiz. Oshna bularda qanaqa bo'lyapti buning nimasi? Buni o'zingizlar olib kelib sexlardan olib kelib bossizlarmi yo o'ziga yoqqanini olib kelib turib bu yerga tayyorini olib kelib berdim mahsulot sizlarga? Bu xonadonimizga telefon orqali gaplashganimizda shu burchatkani o'zlari ko'rib, o'zlari yoqib qo'ygan holatda o'zlari olib kelishdi. Burchatkani buni narxini so'raganimizda o'zi 48 ming so'mdan olibdi kvadratini. Kvadrat metrini burchat. Kvadrat metrini 48 ming so'mdan olishdi. Bunga keyin oshna ozgina o'zgartirish qilib bering deganda, bunaqa ramka qilib ajratib bering dedi. Ramka bilan ajratib bering dedi. Bu qora palasa kristal bo'ladi, Xitoy tovari bo'ladi bu mahsulotimiz. Bu mahsulotimiz kvadrat metrini 12,5 dollardan hisoblab berdi buni. 12,5 dollardan hisoblanib berdi kvadratini. Uning ichida misol uchun mana bunday holatda granitimiz bor. Kichkinasi, bolachasi deydi. Keyin bolachasi. Keyin onli palasa 40 bergan, 60-60 qilib. Bu 60-60 a? Ha, 60-60 dan onli palasa qilib 40 bergan bu xonadon. Onli palasa qilib, hurmatli obunachilar, eni 10 bo'ladi, uzunligi 60 bo'ladi. Shuni tayyori necha pulga keldi? Shu palasasini o'zi. Shu palasa bolachasi bilan o'sha summada 2,5 million so'm holatda bo'ldi. 2,5 million so'm uyda egasi rasxod qilgan. Uyda egasi rasxod qilgan. Hurmatli obunachilar, bu yerda bular tayyorini bosib bergan, uyda egalari o'ziga yoqqan mahsulotni, yoqqan burchatkani olib kelgan, atrofiga ozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Shunaqangi palasalar bilan, ya'ni palasani ramkalar bilan ajratib berishgan. Bu ramkasini o'zi uyda egalari olib kelib bergan narxini, bulardan ma'lumotini so'ragan. Buni narxi общий kvadrati 120 kvadratga 120 kvadrat joyga 2,5 million so'm rasxod qilgan bunga. Burchatkasini o'ziga qancha bo'ldi dedik? Burchatkasini o'zini sotib olish narxi 6 million 200 ming so'm atrofi shu. Общий 120 kvadratga 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm rasxod qilgan uyda egalari. Hurmatli obunachilar. Bundan tashqari metsoy bo'ladi. Metsoyni endi metsoy har xil keladi. Katta kamaz endi olib keltiriladi, ba uyga olib kelayotganlar. Bu xonadonimizga bitta kamazi ketdi. Bitta kamazimiz 1 million 1 million 200 ming atrofida keldi. 100 dollarga kelyapti. Hurmatli obunachilar, 100 dollarga metsoyimiz bir kamaz kelyapti. Endi narx-navo hamma yerda har xil, hurmatli obunachilar. Shunga hali narxini o'zingizlar hisoblab olasizlar. Baribir atrofingizda shunaqangi metsoy olib beradigan nimalar bo'ladi baribir. Shuni narxiga o'zingizlar hisobingizlar chiqarib olasizlar. Qolgan mahsulotning narxini bilganimizcha sizlarga yoritib berishga harakat qilyapmiz. Albatta akalar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layklarni klass tugmachasini shunday bosib qo'ysanglar, kanalimizga
o'zingizlar hissiylarni qo'shgan bo'lasizlar. Shu auditoriyamiz qanchalik kengaysa, xudo xohlasa, shunaqangi proyektlarda juda ko'pini sizlar bilan yoritib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Biz yana boshladik. Oshdan endi bunga asosiy narsa. Bular uyda egalari olib kelib, materiallarni ham yo'g'ini olib kelib berildi. Sizlar bossizlar. 120 kvadratga qancha bo'ldi narx? Bu xonadonimizga 120 kvadrat joyimizga shu palasa burchayotganda chekasi qo'yadigan Bordiyorlari bilan. Xizmatini ham Endi bu yerda atrofida gulga joy qilgan ekan-a? Gulga joy qilgan, hurmatli obunachilar. Atrofiga bordiorini qo'ygan, yana palasalar bilan ajratgan. Shu palasalar bo'lib, yana bir qator ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'xshi mana shu holatga 120 kvadratga necha pulga bosildi? Metsoga ramkalari burchayotgan hamma yo'li bilan bu xonadonimizga 16 million so'm bo'lgan. 16 million so'mga bitdi. Bitta bu xonadonimiz. Xudo xolisa 16 million so'mga bityapti, hurmatli obunachilar. Bu yerda shu bordiorini o'rnatadimi, ramkasini o'rnatadimi? Tayyor mahsulot uyda egalari olib kelib bergan. Sizlar ham misol uchun uyga chaqirsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarimiz ham bor-a? Telefon nomerlarimiz albatta bor. Telefon nomerlarini ayting yoshna. 77lik 77lik 701 68 akalar ukalar, bu yerda hali joyimiz to'liq holati bitmagan, atroflari yana bor. Manaqangi bu yerga loylar bilan, bir sement tayyor loylar bilan yopishtiriladi. Bu yerga granit yopishtirilyaptimi? Granit yopishtiriladi. Bu yerga granitlar yopishtirilyapti, hurmatli obunachilar. Mana shu holatda bityapti. Xo'p, atroflari 4 kvadrat nima? To'rtburchak holatiga akalar shunaqangi общий katta bitta ramka tushirilgan. Atroflari shunaqangi ajratib burchaklari shunaqangi narsalar bilan ajratilgan, hurmatli obunachilar. Bu yerda uyimizda, xonadonimizda shunaqangi gulga, archa bu narsaga joy ajratilgan ekan. Shu yerda atrofiga ham bu yerga bordiorini qo'ygan, shunaqangi nimalarni qo'ygan, granitlar bilan, palasalar bilan bu qirg'oqni ham ajratib qo'ygan. Bu soddaroq, sal oddiyroq usulda prosta atrofini ramkalar bilan ajratib qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Shu holatda bo'lyapti. Xo'p, bugunga hurmatli obunachilar shular bo'lyapti. Sizlarga endi qanaqa ma'lumot berdik? Mobodo xato kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz akalar. Hali bu sohada yangimiz, xudo xolasa mukammal videolar qilishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni bilib, chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Zo'r Bozor YouTube kanali admini Islomjon bo'ldi akalar. Qo'ldan kelgancha videoni podpishka qilinglar, layklarni bosinglar. Usta akalarimizning nomerlari ekranda chiqib turgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Shunaqangi sifatli burchatgan, chiroyli qilib lazerga qo'yib beradigan bo'ladi. Albatta. Lazerga qo'yadigan, lazerdan ham tekshirib olsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Vodiy bo'ylab voha taraflarga kelishgan holatda chiqariladi. kelishilgan holatda voha taraflar, vodiy taraflarga Vodiy taraflarga o'zimiz texnikamiz bor. Albatta Farg'ona, Namangan, Andijonda o'ziga boriladi. borlari, texnikalarimiz bor, hurmatli obunachilar. O'ziga mashina transportlarimiz bor. Bemalol borlari vodiy bo'ylab xudosi qilib beriladi. Shu narxlarda vodiydan tashqariga xudosi qo'shilgan narxlarda vodiydan tashqari bo'ladigan bo'lsa telefon qila olasizlar. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilinglar akalar. Usta akalarimiz mana xudo xolasa xizmatda akalar. Bugunga shular bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Zo'r Bozor admini Islomjon bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ajratgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.